Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi, obdan turyotamsizlar? Bugun 11-oyning 15-kuni tunugundan boshlab dunyoning har qaysi joylarida va Amerikaning har qaysi shtatlarida Prezident Trump efendimni qo'llaydigan namoyishlar keng ko'lamda ilib berilyotdi. Washingtondagi namoyish bo'lsa, intayin keng ko'lamlik, dog'dug'uliq anglashlarga qaragan chaqda millionlagan odamlar Washington shahrining ko'chalariga patmay qoldi. Bu namoyishchining ko'pinchilari bo'lsa, Amerikaning har qaysi shtatlaridan 2 kun atrofida yo'l yurib, yo'llarda mashinasida uxlab, maxsus Washingtonga kelib, Prezident Trump efendimning qayta prezidentlik bo'lish uchun ham uningga madad berish uchun qo'llab namoyish qildi. Prezident Trump efendim bu holatni ko'rib, ko'zlaridan yoshlari taramlab ketibdi. Amerika xalqimi chin qalbidan Prezident Trump efendimni qo'llayotganligini bildirib etibdi. Endi biz Dominion bilet sanash yumshoq detali to'g'risida tarqalayotgan yangi xabarni anglaymiz. Tunugun Amerika Avam palatasining a'zosi Gemert efendimning aytishicha, Amerika harbiy taraf Germaniyaning Frankfurt shahridagi Skytel yumshoq detal mulozimat organiga tuyuqsiz hujum qilib, nurg'unlagan sonliq ma'lumotlarni, ya'ni Amerika saylamiga munosabatlik zo'r ma'lumotlarni qo'lga tushiribdi. Hamda saylamda bo'layotgan nurg'unlagan sonliq ma'lumotlarning qanday shaklda o'zgartirilayotgan jarayonni qo'lga tushiribdi. Bu mulozimat organining vazifasi bo'lsa, masalan, saylam vaqtida nurg'unlagan odamlar saylam biltini Prezident Trump efendimga tashilsa, saylam biltini qabul qilgan mashina shu mulozimat sistemining boshqarishi orqali Prezident Trump efendimiga tashlagan biletlar avtomat shaklda Joe Biden efendimning biltiga aylanib ketar ekan. Bu vaziyat nihoyatda bir g'ayri ahvol bo'lib paydo bo'lgandan keyin Amerika hukumati maxsus aniqlash orqali bu bilet tashlash apparatlarini kontrol qilayotgan bosh sistemining Germaniya davlatining Frankfurt shahrida harakat qilayotganligini bayqab, Amerika hukumati va Amerika adliya organi birlikda Germaniya hukumati bilan hamkorlashib, Frankfurt shahrida vazifa o'tayotgan Skytel mulozimat organining apparatlarini qo'lga tushiribdi. Va bu harakatdan keyin Prezident Trump efendim aytishlariga qaraganda Amerika davlat mudofaa ministri Mark Esper efendini vazifasidan ilib etgan. Undan boshqa yana 3 amaldorni vazifasidan ilib etgan. Amerika hukumati bu harakatni ilib olgan vaqtida Amerika markaziy istixborot organini bir chetga qarab qo'yib turib, harakat ilib olgan. Nima uchun bunday harakat ilib bordi, nima uchun bunday vaziyat yuz berdi deganda, Amerika hukumat qatlamlari orasidagi vaziyat intayin murakkab bo'lgan. Ayni vaqtida Prezident Trump efendimmi Twitterga yozgan xatida Dominion bilet sanash mashinasi Amerika davlatining har qaysi joylaridagi saylam organlariga kelgan Prezident Trump efendimga tava bo'lgan 2.700.000 biletni o'zgartib etgan. Lekin Dominion bilet sanash mashinasining egisi bo'lgan shirkat Dominion shirkati Prezident Trump efendimning bu gapini e'tirof qilmabdi. Deyishcha, balkim ba'zi bir apparatlarda yoki yumshoq detallarda ya undaq ya bundaq hodisalar ko'rilishi mumkin degan gap bilan tugatibdi. Hamda texnik jihatdan eshsaq, bilet sanash apparatining yumshoq detali yoki mashinasida ma'lum bir xatolik ko'rilsa, u xatolik bir ikki apparatlarda ko'rilsa, buni normal ahvol deb tushunishga bo'ladi ekan. Lekin Amerika davlatidagi har qaysi shtatlarda o'xshash shaklda mushundaq ahvol ko'rilsa, u chaqda bu hodisalarni maxsus planliq shaklda bir turkum odam harakat ilib berayotgan vaziyatda sezilib turadi ekan. Prezident Trump efendim mushu shakldagi dalil isbotlarga asosan qonuniy urush qilish orqali bu qitimqi saylamda utib chiqishi mumkin ekan. Prezident Trump hukumati yaqindan buyon ilib berayotgan harakatlari Amerika qonunining adil tarozilari orqali g'alaba qilishi mumkin ekan. Agar Prezident Trump efendim bu qidimqi saylam ishida qonuniy yo'llari orqali g'alaba qilsa, masqadamda zo'r bir jinoiy guruhni tatib chiqishi mumkin ekan. Ya'ni Clinton fondi markazi, Nancy Pelosi xonim, George Soros milliarder efendi, yana uningdan boshqa Kanada, Fransiya, Janubiy Koreya qatorliq davlatlardagi oliy maktablarmi shu shirkatlar bilan bog'lanishlik munosabati bo'lishi mumkin ekan. Endi Skytel degan bu shirkat zodi qanday shirkat, uning ko'lami zodi qanchalik cho'ng, uning oq ko'rinishi qanday degan masalasiga kelsak, Skytel shirkati 2001-yili İspaniyanın
Barcelona degan shaharda qurilib, bu shirkat yer shari xarakteridagi butun davlatlarning saylam ishlariga elektronlik bilet tashlash munosabatini qilamiz deb maydonga chiqqan ekan. Bu shirkatning konkret qildigan ishi bo'lsa, to'rda bilet tashlash munosabati, saylamning hal qilish chorasi va to'rda tashlangan biletning xulosasini chiqarib berish qatorliq ishlarni bajardi ekan. Bu shirkatning e'lon qilgan reklamasida har xil shakldagi saylamlarga yaxshi munosabat bilan ta'minlaymiz. Har xil shakldagi bexatarlik, unumi bor, ochiq oshkora, amaliyotga uyg'un munosabat sistem bilan ta'minlaymiz degan mazmunlarda reklama qilingan ekan. 2008 yildan boshlab Amerikaning har qaysi shtatlari va har qaysi shaharlari mushu munosabat sistemini ishlatishga boshlabdi ekan. 2016 yildagi cho'ng saylamda Amerika davlatining 12 qo'shma shtati bu sistemini ishlatgan ekan. Buningdan boshqa yana 28 qo'shma shtat 980 dak rayonlar mushu sistemini ishlatishga boshlagan ekan. 2018 yildagi parlament saylamida 900 dan ortiq nahiyalar 70 milliondan ortiq insonlarning saylami biletini mushu sistem munosabat qilgan ekan. Ya'ni Skytel sistemisini ishlatgan ekan. Shu chaqdagi saylamda Prezident Trump efendim parlament saylamida Xitoyning xarkirlari buzg'unchilik ilib bordi deb degan ekan. Skytel shirkati bu yil 5-oyda o'zini vayron bo'ldi deb e'lon qilgan ekan. 10-oyda bu shirkatni Paragonda bir shirkat setib olgan ekan. Hamda Amerikaning mushinchilar ko'p shtatlaridagi birlik qitimdagi saylamda vayron bo'ldik deb e'lon qilgan shirkatning programmasini ishlatishning o'zi bir g'ayri ahvol ekan. Texmo qiziqarli bo'lgan yeri, dunyoda 40 dan ortiq davlat va rayonlar taxminan 550 dan ortiq hukumat organlarining saylamida Skytel mulozimat apparatlarini ishlatgan ekan. Mana shu saylam jarayonlarida nurg'un davlatlar Skytel saylam apparatining sistemlarida masala borligini hukm qilgan ekan. 2013 yildagi Norvegiyadagi saylamda bu sistemaning ma'lum bir yeri bexatarlikda yaxshi emas ekanligini bayqagan ekan. 2014 yildagi Ekvadordagi saylamda 72 soatda xulosa chiqadigan bu saylamda xulosa vaqtida chiqmay, Skytel sistemasining kasofatida saylamning natijasi bir oy keyiniga so'ralgan ekan. 2015 yildagi Avstraliyadagi saylamda, 2019 yildagi Shveysariyadagi saylamda tadqiqotchilar tekshirib ko'rib, bu saylam apparatining sistemasida, ya'ni yumshoq detalida og'ir masalaning borlig'ini bayqab, o'z xohlagancha biletniki sonini, turini o'zgartib etoladigan, boshqalar tomonidan kontrol qiladigan masalalarni bayqab qolgan ekan. Shuning bilan bu sistemani cheklagan ekan. Qiziq yeri nima uchun 40 dan ortiq davlat va rayonlarda bu sistemni ishlatadi? Buning keyingi zodi qanday kuch bor? Onun üstüki Amerika devleti bo'lsa, her sahada bo'libmi yangi fan texnikalarda butun dunyoning ulgisi bo'lib turgan vaqtida, ya'ni kelib Amerikaning bu cho'ng saylamida boshqa davlatlarning olqishiga erishmagan vayron bo'lgan shirkatning Skytel apparatini nima uchun ishlatadi? Amerika davlati bo'yicha 38 dan ortiq qo'shma shtatlar bilet sanash va sanalgan biletdan xulosa chiqarish xizmatini o'sha Skytel shirkatiga topshirib bergan ekan. Tünügün Prezident Trump efendimning advokati Powell efendimning oshkorlashicha, Skytel apparati aslida maxsus Venezueladagi saylam uchun loyihalangan apparat ekan. Skytel sistemasini iqtisodiy jihatda ta'minlayotgan organlar bo'lsa, shu chaqda Venezuela davlati, Kuba, yana Xitoy davlatimi bor ekan. Hamda bu apparatni Amerikadagi saylamga yetkazib kelishi hamda qalaymiqan chiqarishi, ya'ni shtatlar xizmatini qiladigan mas'ul odamlar va shtat boshliqlari, iqtisod ishlariga mas'ul xodimlari qatorliq odamlarga chetishligi bor ekan. Bu masalalarni hozir texnik inchilik bilan aniqlab etibdi. Har qaysi shtatlarning bu apparatni setib olishi Joe Biden oilasiga intayin zich munosabatli ekan. Bunda aytganda o'zining manfaatini deb davlatning manfaatini setayotgan gap ekan. Dominion shirkatining bosh markazi Kanadada bo'lib, bu shirkatning bosh direktori Andy Huang degan Xitoy ekan. Dominion shirkati bo'lsa, Xitoy kommunist hokimiyati bilan, Obama bilan, Nancy Pelosi xonim bilan, Clinton fondi markazi bilan, George Soroslar bilan zich munosabati bor ekan. Dominion shirkati bo'lib qolmasdan, dunyodagi saylam ishiga mas'ul bo'lgan har qanday shirkatlar bilan yuqorqi ismi atalgan xodimlar bilan zich munosabati bor ekan. Skytel shirkatimi o'xshashgan. Microsoftni barliq keltirgan hamkorlashuvchi
Paul Allen әпәндімі әйні вақтыда Skytel şirketiga mablag' salgan ekan. Salgan mablag' bo'lsa 40 milliondan oshdi ekan. Etishlar qaraganda Bill Gates әпәнdilərmi Skytel şirketida pay cheki bor ekan. Nima uchun mushundaq puldor xo'jayinlar saylam ishlarini bir taraf qildigan shirkatlarga intayin qiziqidi deganda saylam mazgilda pul tepibla qolmasdan tegi taktidan qilib aytganda mushundaq saylam shirkatlarini kontrol qilish orqali har bir davlatdagi saylamlarning qandoq natijada saylanib chiqishini kontrol qila oladigan holatga yetgan. Ya'ni ochiq qilib aytganda shu davlatning prezidentlarini kontrol qila oladigan holatga yetgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, texi oqsaroyga kirmagan Jo Baydenga nisbatan tabrik nomi yo'llagan har qaysi davlatlarning prezidentimi balkim mush shaklda saylanib chiqqanligi mumkin ekan. Ya'ni kelib mushu saylam guruhining qo'llashiga erishdi deb qaraydi ekan. Lekin bu 100% to'g'ri bo'lmasa-mu, mushundaq shaklda faraz qilishga to'g'ri keldi ekan. Ahvol mana mushunda bo'lganligi uchun Jo Baydenga nisbatan ichki va tashqi jihatda davlatlarning qo'llashiga erishdi deb qaraydi ekan. Shuningdekmi faraz qilishga bo'ladi ekan. Hozirgi Kanada prezidentimi intayin o'ngishli holatda prezidentlik taxtiga chiqqanligimi kishilarni ancha hayron qoldirmaydi ekan. Endi gapimizga qaytib kelsak, Amerika hukumat qatlamlari ichida prezident Trump әпәндimni tushirib etish planini ilib berayotgan ekan. U bo'lsa-mu saylam beltini kontrol qilish, siyosiy o'zgarish ilib berish, bu harakatlarni ilib berayotgan prezident Trump әпәндimiga qarshi turayotgan parti kayindagi hukumatlar ekan. Bu parti kayindagi hukumatlar bo'lsa, milliarder George Soros әпәнди, Clinton fondi markazi, Bill Gates әпәнdilar qatorliqlardan bo'ladi ekan. Bularning nishoni bo'lsa, dunyoni kontrol qiluvchilarning cho'ng bir qismi bo'lib hisoblanadi ekan. Bu parti kayindagi hukumat Amerika hukumatiningla kayinda bo'lib qolmasdan, butun dunyodagi hukumatlarning mo kayinda bor deb qaraldi ekan. Soros әпәндим bu yil Antifa, ya'ni qartalliklar harakatiga 33 million mablag' sapdi. Bular har turli urush chiqish harakati bilan shug'ullanib, nurg'un yerlarda qo'zg'olon paydo qilib, prezident Trump әпәндimiga avorchilik paydo qilib, Jo Bayden әпәндimiga yaxshi vaziyat yaratib, hamda Jo Bayden әпәнdiga ovoz berish, bilet to'plash harakati bilan shug'ullanib, ya'ni Antifa harakatining boshlig'i Jo Bayden va Xalis xonim ishkisiga xat yozib, sizlarga biz 60 million ovoz bilet to'plab berdik. Shunga biz darhol yuz ko'rishib, mulozimat haqimizni olishimiz kerak deb xat yozibdi. Undan boshqa Soros әпәнди Demokratchilar partiyasining iqtisodiy turki bo'lib qolmasdan Clinton әпәнди, Hillary Clinton, Obama, Jo Biden qatorliqlarning taxtiga chiqish uchun zo'r iqtisodiy yordamlarni qilgan ekan. Milliarder Soros әпәндиdan boshqa bu qitimqi Amerikadagi siyosiy o'zgarishga Xitoy hukumatimi qo'l solgan ekan. Advokat Linwood әпәндimning deyishicha, biz uzunga qolmaylam Amerika hukumatiga ziyon keltirayotgan parda oqisidagi kuchlarni biz uzunga bormaylam aniqlab chiqa olamiz debdi. Hatto Clinton oilasi Xitoy davlati bilan qanchalik eg'iz burun yolishayotganligini aniqlab chiqa olamiz debdi. Shunga prezident Trump әпәндим bu qitim jiddiy holat buyrug'ini chiqarib, Xitoy davlatiga texmo qattiq qo'lliq harakatiga o'tibdi. Linwood әпәндimning deyishicha, bu qitim nurg'unlagan odamlar turmaga kirdi ekan. Chirklashib ketgan dаңlıq medialar pulni deb ro'yini setib etgan. Masalan, CBS, NBC, CNN, Washington Post gazeti, New York Times gazeti qatorliq media organlari hammasi bu qitim qattiq badal to'lab ketar ekan. Chunki bular o'zining putiga o'zi palto chapdi deb qaraldi ekan. Bir qarmoqqa bu dunyo qorong'ulikning ichida qolgandek bo'lsa-mu, lekin bu dunyoning haqiqatini shaytonlar yengib bo'lolmaydi ekan. Bu dunyoda bir yaxshi odam ko'paysa, haqiqat texmi kuchlandi ekan. As long as you have pride in your beliefs, courage in your